Voy malladingiz, o'zingizdan ekansan ukam. Salom Men chaqib qo'yaman aqllariga. Lekin men uxlatmayman ukajonim. Men joyida hal qilaman. Prosetka pul beraman. Bo'pti, gaplaring tugagan bo'lsa, qani bu yerdan kelinglar. Ana ko'chaga chiqib gaplashinglar. Meni savolim yo'q boshqa. Mayli, men ketaveraman, lekin menda biznes planlar bor edi. Uni sizlarga o'rgatib, sizlar hayotinglarni normalniy qilmoqchi edim. Meni obunachilarimga grazishlik kerak emas. Ko'p gapirma. Men qarang, menga kerak. Mehmon, menga o'rgating. Menchi o'zi ketmoqchiman, boru. 6 oydan beri ishlayman, hali bir sim oyligimni bergani yo'qmanmi? Voy mashka. Bo'ldi ukam, men senga shunaqa biznes rejani o'rgataman. Gullab ketasan. Siz ishlayman. Ha, men ishlayman. Kim bu? Ha, endi Kim bo'lib? Quloq bo'lasan. yo'q. Biz Xitoydan antiradar olib kelamiz. Endi naryoni ham o'ylash kerak-ku ukajonlarim. Zo'r o'ylabsiz. Xalqqa ham yordamingiz kerak. O, gryaz odamdan life hack. Vijdoni uyg'onib qoldi. Ha, iskan ishlamaydi. Hech qanaqa, davay o'zing xayrlash. Men ketaman. Ishlamayman boshqa zam bilan. Zo'r taklif bildirdi. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.